Eringiz ishdan kelgandan keyin sizga vaqt ajratmayotgan bo'lsa, ushbu videoni albatta ko'ring. Eringiz ishdan uyga qaytgach, nega 20-30 daqiqa jim o'tirib telefon titkilashi yoki televizor ko'rishini bilasizmi? Bu sovuqqonlik emas. Bu uning ichki tiklanish jarayoni. Kun davomida u doimiy bosim ostida ishlaydi. Muammolarni hal qiladi, muhim qarorlar qabul qiladi, stressga bardosh beradi va ko'pincha boshqalar olishni istamagan mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Buning natijasida miyasi soatlab yuqori zo'riqish holatida bo'ladi. Uyga kirgan zahoti esa u birdaniga hissiy muloqotga o'ta olmaydi. Unga moslashish uchun vaqt kerak. Bu o'zini tartibga solish vaqti. Shu paytda u ichki bosimni tushiradi. Kun davomida yig'ilgan stressdan chiqadi va asab tizimini tinchlantiradi. Agar u endigina kelgan paytda nega jim o'tiribsiz, xafa bo'ldingizmi, nega menga e'tibor bermayapsiz kabi savollar bersangiz, u o'zini go'yo so'roq qilinayotgandek his qiladi. Shunchaki unga 20 daqiqa vaqt bering. Nafasini rostlab, o'ziga kelib olishiga imkon yarating. Ichki muvozanatini tiklagach, u o'zi siz bilan gaplashib muloqotga kirishadi. Unutmang, unga so'roq emas, tushunish kerak. Agar bu holat sizga tanish bo'lsa, fikringizni izohlarda yozib qoldiring va ushbu videoni ayolingizga yuborib qo'ying.